Assalomu alaykum. Biologiya milliy sertifikat kanali a'zolari, barchaga xayrli kech. Bugun sizlar bilan milliy sertifikat darajasidan ham ozgina qiyinroq bo'lgan DNKlik masalani ko'rib o'tamiz. Demak, masala shartini birinchi o'qiymiz. Ma'lum bir DNK fragmentidan sintezlangan oqsilning massasi 2400 dalton. Ushbu DNKning bir zanjirdagi purin soni ikkinchi zanjirdagi purin sonidan 3 marta kam. Birinchi zanjirdagi timin soni ikkinchi zanjirdagi timin sonidan 3 marta ko'p. Ikkinchi zanjirdagi timin soni ushbu zanjirdagi guanin sonidan 250 ta kam bo'lsa, DNKdagi vodorod bog'larini toping. Demak, bu masalani ishlashimiz uchun biz birinchi navbatda DNK haqida nazariy bilimlarga ega bo'lishimiz kerak. Birinchi ishdan boshlaymiz. Ma'lum bir DNK fragmenti sintezlangan oqsilning massasi 24000 daltonga teng ekan. Bizda bitta aminokislotaning massasi 120 daltonga teng bo'ladi. Bu nazariy bilim talab qiladi, nazariy bilishimiz kerak. Bizga 24000 berilgan dalton. Aminokislotalar sonini topsak, 200 ta aminokislota bo'lar ekan. Xo'sh, 200 ta aminokislota bo'lsa, xo'sh, mana DNKdan RNK sintezlaymiz. RNKdan oqsil. Oqsilda 200 ta aminokislota bor ekan. Oqsildan RNKga o'tadigan bo'lsak, 3 ga ko'paytiriladi. Ya'ni 200 ko'paytirilgan 3. RNKda 600 ta nukleotid bor. DNKda bo'lsa 1200 ta. Demak, birinchi ishimiz shundan boshlandi. Demak, DNKda umumiy 1200 ta nukleotid bor. Keyingi shartni o'qiymiz. Ushbu DNKning birinchi zanjiridagi purin biz bilishimiz shart. Purin asoslariga adenin va guanin. Birinchi zanjirni belgilab oldik. Mana birinchi zanjir. Bu ikkinchi zanjir. Adenin, guanin, purin asosi, timin, sitozin bu pirimidin asosi hisoblanadi. Bizda masala shartida ushbu DNKning birinchi zanjirdagi purin soni ikkinchi zanjirdagi purin sonidan 3 marta kam. Demak, biz o'zimizdan noma'lum birinchi zanjirda nukleotid adenin, guanin, ya'ni purin asoslari X bo'lsa, ikkinchi zanjirdagi adenin, guaninlar 3X bo'ladi. Ya'ni birinchi zanjir ikkinchi zanjirga nisbatan 3 marta kam bo'lyapti. O'z-o'zidan ma'lumki, adenin, guaninlar soni, ya'ni birinchi zanjirdagi purinlar soni ikkinchi zanjirdagi pirimidinlar soniga teng bo'ladi. Bu X bo'lsa ikkalasi, bu ikkalasi ham X bo'ladi. Bunda ham shunday. Ikkinchi zanjirdagi purinlar soni birinchi zanjirdagi pirimidinlar soniga teng. Bunda 3x bo'lsa, bunda ham 3x bo'ladi. Bizda umumiy DNKda xo'sh, 8x bo'ldi. Buni qayerda yozdik? Mana. Ya'ni 2x plus 2 3x 8x, ya'ni demak DNKda jami 8x ta nukleotid bor. Bizda DNKmizda 1200 ta nukleotid bor edi. 1200 ta 8x ga bo'lsak, x 150 ga teng bo'lyapti. X 150. Demak, biz purin, pirimidinlar soni nechta ekanligini topib oldik 3-ishimizda. Xo'sh, mana bu yerda yozib olamiz 4-ish qilib. Mana 150, bunisi ham 150. Bu 3 marta ko'p, 450. Bu ham 450 bo'ladi. Biz shu yeracha bo'lgan, masalan, kam degan joygacha bo'lgan qismni bajardik. Ushbu DNKning birinchi zanjirdagi purin soni ikkinchi zanjirdagi purin sonidan 3 marta kam deganda hammasini topdik. Keyingi shart. Birinchi zanjirdagi timin soni ikkinchi zanjirdagi timin sonidan 3 marta ko'p. Birinchi zanjirdagi timin soni, mana buni birinchi zanjir, buni ikkinchi zanjir deb olgandik. Birinchi zanjirdagi timin soni ikkinchi zanjirdagi timin sonidan 3 marta ko'p. Demak, bu 3y bo'lsa, bu timin y da bo'ladi, 3 marta ko'p. Y deb olik, xohlagan noma'lum xatni olsak bo'ladi. Bu y bo'lsa, bu ham y, ya'ni bir-biriga teng. 3y bo'lsa, adenin ham 3y ga teng bo'ladi. Keyingi nimani o'qiymiz? Davomini. Ikkinchi zanjirdagi timin soni shu zanjirdagi guanin sonidan 250 taga kam. Ikkinchi zanjirdagi timin soni mana bu guanin sonidan 250 ta kam, ya'ni guanin y plus 250.
Bu ikkalasi y bo'lgan payt teng bo'libdi. 250 qo'ysak, guanin 250 da ko'p bo'libdi. Ya'ni shu zanjir degani ikkinchi zanjir degani. Shu o'shanga ko'rsatish olmoqchi. Ko'rsatibdi. 250 da ko'p ekan. Keyingi ishimiz bizaga umumiy nukleotidlar aniq. Keyingi ishimiz, ya'ni adenin guanin yig'indisi 450 da, mana adenin guanin yig'indisi 450 da 3Y adenin Y plus 250 bu purin asoslari 450 da. Shu yerdan Y ni topsak 50 da chiqar ekan. Demak, bu nukleotidlar mana. Demak, 50 da bo'lsa, xo'sh, guanin esa 300 da bo'ladi. Mana bu yerda o'zim bu 50 da bo'lsa, bu ikkalasi 150 da edi. Sitozin 100 da bo'ladi. Mana bu yerda yozilgan mana. Buni komplementlari ham xuddi shunga mos ravishda komplementarlar ham soni ham xuddi shunday ko'chadi. Bu 300 da bo'lsa, bu 300 da bo'lsa, demak o'zi 450 da edi, 150 tasi bunga qoladi. 7-chi ish, vodorod bog'larini topamiz. Vodorod bog'larini topish uchun adenin timinlar yig'indisi 50 da, guanin sitozin, timin adeninlar bu yoqda 150 da, umumiy 200 da, ikkita vodorod bog'i bor, 2 ga ko'paytiramiz 400. Guanin sitozinlar bu tarafda 300 da, bu yoqda 100 da, 400 da, 3 ga ko'paytirsak 1200. Yig'indisi 1600 ga teng bo'ladi. Sizlar bilan Kenjayev Odilbek ustoz bo'ldi. Tushunmagan bo'lsalaringiz yana kommentda yozasizlar.